ochiq podkast ishlaylar. Senzura podkasti uchun podkastimiz tayyor. O'zimizni tanishtirib olaylik. O'tgan safar mana shu narsa esimdan chiqib qoldi. Birdan temalarga kirishib, qanaqa tanishtirish kerak misol? kim biz, kimsan sen, men kimman? Shu Zafardan javob beraman. Nima, kimligi nima muhim? Bizlar nimaga eshitish kerak, qanaqa mavzuda gapiramiz, o'shalarni aytib olishimiz kerak odamlarga. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Mayli, hurmatli yo'q bo'lsa ham dashim. Bugungi mezbonimiz va mehmonimiz har doimgidek o'zi bitta son bo'lgan bo'lsa ham Javohir Mahmudov. Bizni partnyorimiz o'sha Senzura podkastining asoschisi, gapirishim ham g'alati, anu bir-ikki temirjaq. Xotiramda sen yolg'iz emassan. Zafarbek Sadullayev. Ikkalamiz bo'lamiz bugun sizlar bilan. Bugun oldi qochdi bo'lmagan gaplar haqida, jiddiy mavzular haqida gapirishga harakat qilamiz. O'zi studiya kinolarga mos ekan-ku. Xo'p. O'shanaqa kinolarga mos bitta savol beraman. Kinolar ko'rish qanchalik kerak deb o'ylaysan? Kino ko'rish kerak. Anaqa yoshligimda ko'rardim. Psixologический kinolar bo'ladi-ku. O'sha kinolarni ko'rib sal hayotda nima deydi? Balkim kimdirlar motivatsiya olish mumkin. Ya bo'lmasam qiziqishlari sal o'zgarishi mumkin, hayotga bo'lgan fikri o'zgarishi mumkin oz-moz. Endi kimga qanday? Hozirgi holatda men uchun vaqt ketkazish kino ko'rish. Behuda vaqt ketkazishmi? Shunaqa. Umuman foyda olaman deb o'ylamaysanmi? Madaniy hordiq hech bo'lmaganda. Shu harakat qilib ko'raman, shu madaniy hordiq olishga ham-da, lekin bo'lmaydi. Balki miyamda narsa ko'pligi uchun sig'dirmas, qabul qilmas bunaqa narsalarni. Qanaqa muammolaringmi? Muammo emas. Miya постоянно aktiv turadi-da endi. Endi hammani bilmayman qanaqa. Menda shunaqa постоянно aktiv turadi, kechqurunlash. Tushlarimni sintezlab chiqaman-da bir xil paytda. Endi kino o'zingga shu savolni ber, qanchalik foydali deb o'ylaysan? Men madaniy hordiq olgim kelsa kino ko'raman masalan. Yangi yil bayramlarida oxirgi marta Stranger Things'ni ko'rdim. 1-yanvar kuni oxirgi final qismi chiqdi, 2 soatlik. Ertalab 8 dan 10 gachami ko'rdim. Maza qilib ko'rdim. Butun boshqa tashvishlarni yig'ish o'ylamayman. Butun fokusim o'sha kinoga qaratildi. Endi u senda shunaqa ekan, futbol ko'rsam shunaqa bo'laman misol uchun. Kim bo'li Arsenal o'yinini ko'rgan paytim shunaqa kayf qilaman. Menda ham futbolda ham bor, kinoda ham bor menda. Ko'p ekanda. Har xil. Yana bitta narsa bor. Ma'no esimga chiqib ketdi. Bitta kelib, ne chiqib ketdi-da. Keyinroq. Bekor ketdi-da shu. Kelmagani ham yaxshi edi. Yo, boshqa istirohat bog'larimi, attraksionlarmi, masalan, kartingmi? O'shalargacha. Qiziqaman ularga. Madaniy hordiq, misol endi bir xil detskilik deyish mumkin. O'sha detskilikdan ham kayf qilsa bo'ladi odam. Ya'ni kayf deganda hamma anu teskarini tushunmaylar, o'zi to'g'risi ma'nosida, ruschani to'g'ri ma'nosida maza qilish, hordiq olish degan ma'no bo'ladi. Shu ma'noda gapiryapman yana. Kayf turmanglar deb. Hozir yana bitta mehmonimiz kelish kerak edi. Mayli, kelmay qoldi. Kelmaganim balki yaxshidirdir, to'g'rimi? Xullas, u bilan o'zi mana shu kitob mavzusida gaplashishimiz kerak edi sizlar bilan. Kitob o'qishchi. Qanchalik kerak deb o'ylaysan? Yo'q, kitob o'qish kerak lekin odam. Kitob o'qish kerak. Anu fikrlarimni 100 barobar kuchliroq, kino ko'rib, fikr o'zgaradi hayotga deyman. Kitob o'qisa nabordi, yanada anu tipaga o'sish. Uni dozasi ko'proq kitobning. O'sha kalit so'zni topding, dozasi yaxshiroq uni. Ta'siri ham yaxshi bo'ladi. Keyin anaqa odam yaxshiroq bo'ladi-da, o'zi yaxshi inson bo'ladi. Kitob o'qigan odam shunaqa deb o'ylayman-da, ichki dunyosi ham yaxshiroq insonlar bo'ladi. Bir ikkita taniydiganlarim bor. Kitobni zo'r o'qiydi, lekin qiladigan ishlari yomon. Hozir aytgan gapim teskarisida, yaxshi inson emas. Bor shunaqa ham. Sen ham kitob o'qiysanmi o'zi? Yo'q. Ko'rganmisan kitob o'qigan biror marta? Men sen yomon odamsan. Balki ko'pchilik shunaqa deydi. Mayli. Yaxshi odam bo'lgan. Katta bo'lsam yaxshi odam bo'lib ketaman hali. Ozgina katta bo'ling. Keyin kinoga aloqador yana bitta mavzu bor ekan, savol bor ekan. Kino ko'rib yig'lash qanchalik normal sen uchun?
Men yoshligimda masalan Xatiko degan kinoni ko'rganmiz oila davrasida ota-onam bilan. Masalan, oldinroqda o'tirgan bo'lganman, televizorga yaqinroq. Ota-onam va aka-ukalarim orqaroqda o'tirishgan bo'lgan. Ano yig'laydigan ta'sirli joyi bor-ku. Poyezd yonida kutadi, daraxt yonida kutadi. O'sha joyda ko'zimga yosh kelgan, lekin uyalganman-da yig'lashga. Hozir bitta narsa keltirib beraman. Hozir shunaqa holatda yig'la olasanmi shunaqa? Shu darajada ta'sir qilsa hozir. Bemalol. Anaqa. Men ham yoshligimda shunaqa bo'lganman demoqchiman. Ta'sir qiladigan bo'lsa, bitta Hindistonni bitta kinosini ko'rardik. Endi ko'p ko'rganmiz uni. Ammo Amitabh Bachchan o'ynagan ota-ona bo'ladi, o'g'illari qaramaydi-yu. Xullas o'sha kino otini bilmayman. Yerdagi yulduzlar emasmi? Nomini umuman bilmayman. Yozishni yaxshi bilmaydigan bo'lamasmi? Yo'q, ota-ona o'sha dadasi bo'ladi Amitabh Bachchan. Bitta aktrisa, onasi. Bog'bon emasmi? Bog'bon. Ana shu Bog'bon kinosini ko'rganimda, ana vijdonim qiynalganda o'g'illarini qilayotgan narasiga. O'shanda menga ham kelgan. Juda yotib yig'lamaganman. Ko'zim yosh ham chiqmaganda, ichim ana bo'lganda g'alati bo'lgan. Hozir lekin unaqa emas. O'sha yoshligimdagi ichki dunyom bilan hozir bilasan-ki, qanaqa jiddiy qattiq odam bo'lib ketganman. Uncha narsa ta'sir qilmaydi. Hayotiy va misollar o'tgan safar keltirib berganman senga. Demak, yig'lash sening uchun hozir normal. O'zi normal inson uchun. Dachi o'g'il bola bo'lsa ham, erkak kishi bo'lsa. Yomon deb bo'lmaydi. Anaqa nima deydi? Nenormalniy ishda bo'lmaydi. Kimdirlar o'zimni oraliqqa ajratib oladigan bo'lsa, o'zim uchun kirinch hozir. Nima? Mana shu yig'lash. O'zim uchun. Faqat o'zim uchun, boshqalar uchun emas. Har qanaqa holatdami? Har qanaqa holatda. Yig'lash, prosta anu kino ko'rib yig'lash demoqchiman. Yording lekin. Mayli. Bitta bir xil odamlar bo'ladi. Asosan katta yoshdagi odamlar deb o'ylayman. Ismiga Bekxon degan qo'shimchalarni qo'shmasa xafa bo'lib qoladigan o'shanaqa odamlar bo'ladi-yu. Xo'p. Nima unaqa deb o'ylash mumkin ular? Nima o'zgarib qolishi mumkin? Umid degan ism bor, Umidbek. Talabchan insonlar. Masalan, Og'abek degan ism bor. Unga Bek qo'shmasdan gapirishning iloji yo'q-da. Og'a deb gapira olmaysan. Bilmasam, unaqa insonlar talabchan insonlar deb o'ylayman-da o'ziga. Juda ham yo bo'lmasam yoshligida shunga o'rgatilgan, shu bek jon qilib qulog'i o'rnashib ketgan. O'shaning uchun shunaqa hammadan shunaqa talab kutsa, e'tibor kutsa kerak. Zafar desam to'g'rimi? Zafar Bek desam ham endi bu normal, sal muloyimroq. Hali suhbat ohangini etaplarida bu oddiy etap. O'zi kim qanaqa ana bo'lsa, misol Javohir desa ham hech kim ana qilmayman, normal qabul qilaman. Javohir desa ham shu o'zini anons. Nito tushunmayman. O'zim misol tushunmayman nito narsani. Bek deb gapirsa, u ko'proq onam gapiradi. Kam bunaqa insonlar Javohirbek. Keyin bir xilgilar pichingday shunaqa aytishi mumkin. Unda boshqacha tema bo'ladi. Yaxshi. Befarosat deb o'ylayman unaqa odamlarni. 100% ga miyasini bunaqalari ishlamaydigan odam deb o'ylayman. To'g'risi. O'shanaqa odamlarni hurmat ham qilmayman, inson sifatida qarashim ham qiyin. Jiddiy qaramaysan-da unaqa odam. Qo'pol qilib, "Biyibammi" deysan. Boshqa ana izoh shart emas. Ashki taqadimi? Yozda shapka kiyib yuradimi? To'g'rimi? O'ziniki hayot. Prosta inson sifatida qarash kerak. Zafarmisan? Zafar ichingdagi odamni sal bo'lsa ham taniyman. Shu seni taniganligimda anaqasida, normativida gaplashishim kerak. Seni ashki taqishingga, naski kiyishingga, itakdalilaringga anaqa tema qilib gapirib, agar nobalo tashqaridan qaraganda do'st sifatida aytish mumkin. Kamchilik bo'lsa agar. Nimadiring yarashmagan bo'lsa yo'q. Maslahat sifatida uni imini senga o'zgartir, mana shuni deyish emas, maslahat. Mana shunaqa qilsang yaxshi bo'lishi mumkin deb fikr bildirish kerak. Endi bu boshqa tema, achkarik deb aniq qilish boshqa tema. Achki taqib yursam, achki sal yuzingni boshqacharoq qilib tursa, Zafar mana achkini ko'rchi, taqib ko'rchi mana. Yo bo'lmasam olib ko'rchi, qanaqa foydalari bormi yo zarari bormi deb gaplashib tema qilish mumkin. Keyin mayli sendan ham so'rab qo'yiraman mana shu mavzuni. Kichiklar tomonidan salomgarlik olishiga qanaqa qaraysan? Kichiklar tomonidan? Nima degani? Endi misol katta bo'lib turib salom bersam, kichkinaga, aliga olsa. Endi salom bergandan keyin aliga olish kerak-da, yoshim kichkinami.
Yo, o'zi salom degani senga sog'lik, salomatlik tilayman degani. Va alaykum assalom degani. Shuni sal O'zingga javobi. ham, o'zingga ham o'zingga. salom deganda shu. Endi normal misol aytilmagan-ku. Endi kichkina salom berish kerak, kattalik olish kerak degan joyi yo'q-ku, buni qonun qoidasi yo'q. Ba'zilar ataylabdan salom beradi-yu. Bunday o'tib ketayotgan bo'lsang, assalomu alaykum, Zafar aka, qalaysiz deb jo'rttaga qiladi-yu. Kattalarmi? Kattalar shunaqa qiladi. Hozir shunaqa bo'lib qoldi, hoji aka deyishadi. Hoji aka, nima hoji akalik qilib nima qilib qo'ydim, aka deyman. G'ashim keladi. Hoji aka deydi, ikkitalar. Endi bilmasam, bu normal holat. Salom bersa kichkinami, kattami aliga olaverish kerak. O'zingni boshqalar bilan solishtirib turasanmi ba'zan? Ha. Mana shu bola zo'r bo'lib ketdi. Yo'q, unaqa zo'r bo'lib ketish degan tema emas. Yaqinda bitta reels ko'rib qoldimda. Shu muammolarim ko'p deydi. Lekin meni bu o'rtog'imning muammolari menikidan ham ko'p. Xursand bo'lib ketadi-da. Aytadi, problema ko'p. O'rtog'im 2 millionga Redmi olganini o'ylasam deydi-da, o'ynaydi. U paprikali ular. Solishtirish kerak, Zafar anaqa bo'lmaydi, raqobat joyida o'sish bo'lmaydi, lekin solishtirish kerak постоянно. Solishtirganda ham sog'lom solishtirish kerak. Mana bu gaping to'g'ri. Sog'lom bo'lsa hamma narsang to'g'ri bo'ladi. Rivojlanishing ham yaxshi bo'ladi. Qaysi ma'noda sog'lom solishtirishni nazarda tutyapsan? Qanaqa qilib sog'lom solishtirish Faqat o'zingdan qidirasan-da u payt. O'zingdan. Nima anaqa qilmayman. Men mana shunaqa qila olmayman. Bu qilgan-ku, mana qo'lidan kelyapti. O'shani oyog'i, miyasi, qo'li senda ham bor. Kichik o'zi ham bor. Sen o'zingdan qidirishing kerak, sog'lom raqobat degan. U qilyapti. Unda problema yo'q. Uni qanaqa yo'l bilan qilyapti, kim qilib beryapti demaslik kerak-da. Bu qilyapti, men ham qilishim kerak. Nima qilib yashayapman o'zi deyish kerak. To'g'ri. Qachon o'tib ketganingni o'zingda his qilasan o'sha paytda. Harakat qildim deysan. Shu ozgina o'zing ichingdan nimadir chiqadi keyin. Terga o'xshab solishtirish kerak. Keyin o'shanga yarasha solishtirib yuravermaslik kerak-da, lekin. Harakatni qilish kerak. Mana oxirgi podkastimizga 5 oy bo'lib qolibdi. O'zingda yangi nimalarni o'rganding hayotda? Har oyda o'rganaverasan. O'rganishdan bilmadim. O'rganib bo'lganman deb o'ylayman. Yana ham bilmadim. Ko'p narsa hozir kallamga ham kelmayapti. O'rgan deganda shu hayotni sal to'g'rilashga harakat qilaman hali ham. Shunaqa. Oldingi qilgan ishlarim misol yaxshi imkoniyatlar qo'limga kelgan ekan-da. O'shalarni sintezlab, o'ylab, hozir bo'lganda, hozir shunaqa foydalana olardim deb turib, yana ham o'zimni ustimdan anaqa o'syapman. Keyin o'sha eski podkastni ochib qo'yding. Juda ko'pchilik anaqa qildi. Trendga bo'lgan gap, trendga chiqqan gap bu vaqtli chiqish kerak degan. Yo'q. U o'zimizda общий trend bo'ldi-da. Vaqtli chiqaman deydi-da. O'rtoqlarimda kulib qo'yadi-da. Vaqtli chiqaman deydi. Chiqmagansan deyman-da. Sen hali uydasan. Ya, chiqqan, qazashadi-da. Yaxshi. Bilaman-da odamman, gapirayotgan odamni vijdon xolis gapirayotganini, gapida kiri borligini ham bilaman. Любойni mana bu gapim, shu gapim yaxshilab eshitdinglar. Qaysi biringlar shu qilgan bo'lsa, gapirgan bo'lsanglar, qanaqa ma'noda gapirganlaringni hammasini bilaman. Kim nima degan bo'lsa. Rostdan ham o'g'il chiqish kerak, rezultat qilish kerak. Dalaga osilib yuravermaslik kerak. O'zingda nima anaqalar, yangiliklar bir o'rtoqlar faqat men gapiravermay. O'shan savol berishingni kutyapman-da. Bu yerdan ber. Mana beraman. Men yaqinda Az bilan gaplashib qolganda shu narsani gaplashdik. Suhbatlashdik. Daftarlarga bo'lib qolmasin. Bitta yaxshiroq kompaniyada ishlayapsan, masalan, nomdor, lekin uni oyligi sal pastroq. Xo'sh. U unaqa muhim emas ekan. Muhim emas deb o'ylayman. Oylik past bo'lsa ham yaxshi joyi, nomdori, baribir kimdirlar men bilan maqtanib yuradi deb. Bunga qaramaslik kerak deb aytmoqchimisan? Обязательно. Buni o'tgan safar gaplashdik-ku, Zafar. Bu temani gaplashganmiz. Nomi nima qilaveradi? O'shada. Yo, chunki bitta bola bor-da. Xo'sh. Ya, yetmaydi, ismini. Yaxshi joyda ishlaydi, lekin oyligi kamda. Qolganlarga ham bilinyapti-da u. Bilinyaptimi? Mehnati ham ko'p. Endi
hammani Bunaqa peshonasiga joyda ishlagandan ko'ra ishlamagan yaxshi. Keyin yana bitta narsasi bor, u sharoitlari. Yaqinda bitta joyga ishga borib keldim. Shartlari ko'pda, nima deydi? Jarimalari. Jarimalari ko'p. Ishga kech qolib kelsang 100 ming. Kimdirga salom bermasang yana 100 ming. Do'konga chiqib kelmoqchi bo'lsang, agar ruxsat olasan, do'konga chiqishingdan oldin bitta rasmga tushasan. Do'konga borib kelgandan keyin yana bitta rasmga tushasan. Ya, unaqa joyda ishlab bo'lmaydi, yashab bo'lmaydi. Hozir bitta misol keltirib beraman, shunaqa deganingga. Savol hozir keltirib beraman. Ishlarmiding degan savol beraman. $1,500 to'laydi. Oyiga. Yaxshisi. Bir oyda 100 ta video reels qilib berishing kerak. 100 ta kreativ qilib berishing kerak, har xil. Bir oyda ofisga 4 marta kelib ketasan. Qolgan payt nima qilsang qilib ber. O'sha 100 ta videosini qilib ber, 100 ta ideya qilib ber oyiga. Montaj ham вообще professionallik. Endi infografika super bo'lish kerak. Buni shablonini ko'rsatdi. Qilib berdim bitta. O'zimga taklif bo'ldi shunaqa. Bitta qilib berdim, ma'qul bo'ldi. O bittani 1,5 kun qildim u videoni yasashim uchun. Kechqurun anaqa ko'zlarim mana bo'lib, juda qiyin-da xullas. iPhone'da olib videolarni qilib ketdi. Videolarni olaverasan, grafikasi qiynaveradi, tushundingmi? Ideyani ham topasan. Grafikasi qiynaveradi, rostmana qiynaveradi. Maydalab o'tirasan-da, kompyuterda ochishing kerak, Premiere Pro'da iminni, u grafikalarni iPhone'da qila olmaysan. Shunaqa xullas. Ishlagan bo'larmiding? $1,500 ga. Bilmadim endi qanchalik qiyin u videoni yasash. Lekin menga oson bo'lar, men ko'p video montaj qilganman. Balki. Endi menga ham oxirgi marta qilganim yoqmagan. Solishtiramiz. Video montaj bo'yicha bu anaqa karlab gapirishimiz sendan yaxshiroq bo'lsam kerak. Men o'zim shunaqa deb o'ylayman. Bo'ldi, bu podkast sen montaj qilasan. Tegib ketdi unga. Vaqtim yo'q. Yo'q, rostdan. Chunki to'g'risi oldin boshlaganman. Agar xabaring bo'lsa, juda oldin boshlaganman montaj qilishni. Endi hozir esimdan chiqib ketgan, o'sha inspeksiyada ishlab yurgan paytlarim, u paytda to'g'risi biz olamni Premiere Pro nimaligini bilmagan paytda men Premiere Pro'da ishlab ko'rganman, video yasagan bo'laman o'sha paytda. Hozir chiqib ketgan endi qo'llarim, manalar ham esa hozir boshqa joyda. Komfortda yashayman hozir. Komfortimdan chiqib kelmadi-da, $1,500 ga ishlamadim. Bari dedim. Keldim, 1,000 topsam ham men hozir o'zim ishim qilib borib kelib yuraman. Shuni qilaveray dedim. Yozlarda undan ham ko'p bo'ladi. Keyin eng glavniy narsa men uchun anoda kimdir qo'liga qarab anaqa qilish shu yomon. To'g'ri. O'shaning uchun agar shunaqa sharoitda ishlarmiding, savol oxirigacha javob bermading. Balki yo'q. Odam sal o'zida ham komfortda yashash kerak edi. Ishlayotgan joyi ham, sal yashayotgan muhiti ham sal kam o'zi uchun hamlab ishlaymiz-ku. Endi hamma uchun ishlaymiz-a, biz ishlasak hamma uchun. Problemalarga, ro'zg'orga bundoq. Men misol shunaqa. Endi o'shaning ichida o'zingni ham sal o'ylashing kerak-da. Men faqat ishlashim kerak deb turib, qobil ichiga tushib, shu ko'p pul beradigan joyda nima desa ha deb yashashga vaqting bo'lmay qoladi demoqchiman-da. Anaqa savol berding, uni javobini ham bermadim, anaqa bo'lib ketdi, temamiz ochilib ketdi. Boshqa temalarni ochordik. Nimalar o'rganding deding-ku, to'liq bo'lmadi ana shunda. O'tgan safargi gaplarimni, raddiy ishlarini qilib tashladim, sezgan bo'lsang bildingmi? O'zingga savollarni berasan deb kutdim. Raddiyalarni qilib tashladim dedim. Keyin hozir temaga ulamoqchiman-da. Odam o'zini komforti uchun o'zini qarashlaridan ham chiqishi mumkin ekanda bu fishka gap. O'zini qarash, dunyo qarashidan ham o'zini komforti uchun chiqishi mumkin ekan. O'sha qobig'ida yorib turib, keyin baribir manonga borib taqalar ekan. Ga borib imkoniyating bo'lib qolsa odam deb qo'yar ekan. O'shaning uchun qarorlaring o'zgarib turadi-da. Любой odamniki, bitta meniki emas, любой odamniki o'zgaradi. Sharoitiga qarab degandek. Qarorlarim tez o'zgarib turadi. Men bitta joyga boraman deb turgan joyimda ertasi kuni bormasligim mumkin. Yoqmay qoladi. Podkastga kelamiz degandek bo'ladi-da. Ko'chada yurdim. Kelasanmi deding? Naqarsam yomg'ir yog'yapti. Yoqmadi-da. Yomg'irdan qo'rqib kelmadingmi shunda?
qayerdaman dedim, stomatologdaman dedim men. Ha. Stomatologdan chiqdim, mashinam yo'q edi, u payt mashinani tashlab ketdim-da. Probka tiqilish joyi yo'q dedim, parkovka yo'q deb tashlab ketdim. Shuna chiqsam yomg'ir ekanda, keyin shilta bo'lib ketishimni bildim-da. Keyin qo'l bo'lib, xunuk bo'lib borgim kelmadi to'g'risi. Ha, boyagi mavzuing bilan javob topdim. Men masalan kimdir yomg'irda ezilib yurishni yaxshi ko'rishi mumkin. Sochlari ho'l bo'lib, bunday osmonga qarab, yuzlariga tomchilar tegib yurishini yaxshi ko'rishi mumkin. Oradan vaqt o'tgandan keyin u odam o'zini salomatligini yoki bu nima kerak menga, men didli odamman-ku, zamonaviy kiyinib yurishim kerak deb kiyimlarni asrash maqsadida zontiga olishi mumkin. Shunaqa o'zgarib qolishi mumkin odamlar fikrlari, qarorlari. To'g'ri. Senda ham shunaqa bo'ldi. Mashina kerak emas. Men metroda yuraman, boshqa qilaman, taksida yuraman. Ortiqcha xarajat deb millionta minuslarni aytgan joyingda mana mashina olding. Hali ham bor u minuslar. Keltirib beraman. O'sha payt bor. O'sha payt rostdan anaqa zo'r yurardim-da, pulim ko'p edi. To'g'risi, hozir onasidan pul keladi-yu. O'sha yoqqa keladi hali. Shuni tiqqin kelaveradi. O'shanga kirgizgin kelaveradi. Nima? Benzin endi o'rganib qoldik. Kuniga 200-300 ming asha qolib ketyapti to'g'risi. Oddiy hol bo'lib qoldi. Va o'zimga nimadir kiyim olmasam hamki, o'shanga biznes qilishga og'irmayman-da. Bilmayman. Birinchi xotin deydi bo'lib qolar ekanda. Uni rasxotlari. Men xotin olsang, xotining ikkinchi xotin bo'ladi. Ana. Bo'lajak xotinim yaxshilab eshitib. Keyin nima dedim? Minuslarni aytayotgan har kuni xarajat. Minus ko'p, rostdan. O'sha aytgan gapim to'g'ri. To'g'risi ham. Minus juda ko'p. Muhimi davlatga foyda keltiryapsan. U вообще endi uni gapirma. Lekin pluslari ham bor endi hozir. Albatta. Har yakshanba uyga borib, pashti boryapman-da. Bu hafta boramadim. Ham anaqaga borib, ukol olib keladi. Har yakshanbaga to'g'rilab uyga borib kelaturdim. Toshkentdan Farg'onaga. Prostatga borib kelaturdim-da. Uydagilarni ko'rish. Shu taraflari yaxshi bo'lib qoldi. Oldin erinib qiynalasan, yo'lda borib kelish rasxod, pasxod dedim-da, bari bormasdim. Ayam chaqirib, "Kel" demaguncha bormasdim. Hozir o'zim boraman-da. Shu taraflari yaxshi. Ayam ham aytadi. Yaxshi bo'lyapti, shu kelib olib ketyapsan deydi. Shu o'zi uzoqqa ham bormaydi. Shunga Toshkentdan borib kelaman-da, tushunayapsanmi? U bir bahonada. Shu. Yo'l bahona. G'animat. Asosiy sabab u. Ha. Men endi imkoniyatim bor-ku, endi qilishim kerak. Albatta. To'g'rimi? Endi qilishim kerak. Shunaqa. Yaxshi. Endi minusni sanasang juda ko'p. Uni sanab o'tirmay qolib, o'zi biladi mashina haydab yurgan. Sekin bilamiz biz. Ha, kommentariyada bu o'zim aytaman, to'liq qilib pardeshga beradi. Misol Instagramga video qanaqadir qo'yilsa yoki YouTube'ga anaqa video qo'ysa, kommentariyasiga kirib, qarsak chorlab, olovcha jo'natib, stiker bosib, buni samimiy qabul qilaman men. Misol Zafar o'zimiz kursdoshimiz ko'pchiligi shunaqa pardeshga beradi. U o'zi samimiy bola. Uni samimiy qabul qilaman. Lekin bu nima deydi? Tashqaridan qaraganda sun'iy tuyular ekan. O'zim ham sun'iy endi keyin sal qirinchiroq ham bo'lishi mumkin. Bu gapga kimdirlar xafa bo'lmasin. Nima deydi? To'g'ri qabul qilish kerak. To'g'ri qabul qilish kerak. Pardeshga. O'zini fikrini bildirib ketishini so'ragan bo'lardik o'sha videoga. Negativ bo'lsa ham anaqa stikerdan ko'ra xo'p, stiker ham jo'nating, mayli. Unga ham qarshiligimiz yo'q. Olovchaga ham qarshiligimiz yo'q. Shunchaki oddiy fikringiz. Negativ bo'lsa ham, yo noto'g'ri gapirgan bo'lsa, yo qayerdadir o'sha noto'g'riligini aytib ketsangiz, bu bizga motivatsiya bo'ladi. Yaxshi, o'qib turib, bizni anu bilan eshitibdi, diqqat bilan eshitibdi degan anaqa beradi-da bizga, rezultat beradi. Sal bo'lsa ham Zafar uchun motivatsiya bu. Keyingi anusida shularni harakatini qilib, to'g'rilab, misol men ham sal jag'imni yig'ishtirib gapiramanmi? To'g'rimi? Har baloni gapiravermay. Ota-onalar bo'ladi-yu. 3 ta bolasi bo'lsa, 3 talasini ham ismini chaqirib keyin, bo'ldi, san kerakdan sanlar ketlaring deb aytaveradi-yu. Javohir Jahongir deydi, ayamimda oxiri kam kichkina kamatini aytadi. Ha deb turardi bizlar. Bizani yangi nimamiz bor endi. Muxbirimiz
Karimov. Ha, ko'rding o videolarini. Afsuski bugungi podkastimizda ishtirok eta olmayapti. Kelgusi sonimizda ishtirok etishni kutib qolamiz. Keyingi sonida Ha. faqat o'shuni gapirtiramiz. Juda gapirgisi kelib turibdi shu bolani. Hammasiga nima deydi, ichidagi dardini sug'urib olamiz Zafarni. Uni olayotgan videolarini ko'rdim. Endi tepalasiga turib, ovozini eshitdim yo'lda turib. Aloqador joyi bormi bu kvartirada olib yurilgan videolar bilan sening podkastingda? Yo'q. O senzura podkast uchun deb qo'yadi. Assalomu alaykum. Sizlar yaxshimisizlar? Mana Senzora podkasti o'z ishini boshladi. Shuni aloqa joyini qidiraman. Yaxshi, zo'r tema, anaqa prikolniy videolar olgan. Prikol uchun olsa kerak deb o'ylayman men. Prikol uchun olsa kerak deb. Ataylab deysan. Ha, ataylab. Men chaqirishim, harakat qilyapman. Mana YouTube'ga chiqay. Prikol uchun ataylabdan anaqa qilmayaptimikin? Ha, Bu tarafdan. O'sha tarafdan ham bo'lishi mumkin. Buni ko'ramiz. Yo chaqirib ichidan sug'uramiz shu gaplarni. O'shaning uchun ham sizga kechira aytdim, adash xafa bo'lmaysiz. Zafar. Yo'q. Siz g'iybat qilyapsiz. Hozirgi hayotingdan, yashash tarzingdan qoniqyapsanmi? Hozir danli moment. Hozirmi? 70-80% ha. 80%. Chunki hozir normal natija lekin. Xo'p, eshitaman. Bir nechta ishlar bitta joyga taqalib qolganda. Yo faqat hozir ishga bor e'tiborimni fokus qila olmayman. Bor e'tiborimni ishga qarata olmayman, chunki o'qishim ham bor bu tomonda. Bu ham baribir kelajakda kerak bo'lib qolishi mumkin. Qanaqa o'qish yana? O'qishda animatsiya. Ha, qo'shimcha kurs. Ha. Kelajakka investitsiya. Da, qilish kerak bu. Anaqa bu ham ba'zan nima bo'ladi? Odamni stressga ham tushirib qo'yadi. Masalan, 8 dan masalan 11 gacha ishlasam, 11 dan 12 gachami yo 10 dan 12 gachami o'sha darsimni qilishimga to'g'ri keladi. Bu degani men bo'sh vaqtim bo'lmaydi degani. Orada ovqat qilaman, bo'ldi. Hali ham bir joyda ishlaysan, kvartirada ishlaysan, onlayn. Hali ham ishga bormaysan, ertalab turib. O'sha joyda onlayn ishlashimning ham sababi shu. Oilaga sal kamroq, lekin bo'sh vaqtim bo'ladi qolgan narsalarga. Ko'p profilimda qizlar, misol. Social kanal degan kanalning yo'q o'zim olib Kanalga ulanganman lekin. Ha deb ayam kelin topa olmadi. Menday bolaga qiz yo'q-da. Profilingni nima, anketa to'ldirib qo'yganmisan? Yo'q, qanaqa anketa to'ldiraman? Anketa bo'ladi, shunaqa. Ha, yo'q, jinnimiz. Hazillashyapman. Topada ham, ishonaman. Ana. Yo, seni ham reklama qilib yuboraylik. Javohir Mahmudov mana. Hali reklamaga 1-2 yil bor. O'sha so'roq o'tishga kelib qolganda, ungacha ham bo'lmasa, keyin reklama qilamiz, iloji yo'q. Ha. Hozircha chidaylik. Bu yil bo'lib ketsa kerak topilsa kerak. Sherzod ko'rding mana chidayapti. Sen ham chida. Bo'lmay ketyapti Sherzod. Yo'q odam bilan ham gaplashib ko'ramiz, zo'rda bizga. Telefon qilib gaplashmaganimiz qoldi hozir. Hozir ochib aniq qilaymiz, Zafar o'ylaymizmi? Gaplashaveradi menimcha u ham. Ha, o'zi vaqtim bo'lib qoldi, bo'lmaymi? Bo'lib qoldi. Kelib qoldi. Yana bir ikkita maqolarim bor edi, o'sha savollarimni berib oldim. Bu bo'lsa beraver. Planlar yana nimadir yangiliklar qilish niyating bormi o'zi hozirgi nimangdan keyin? Nimadan keyin? Hozirgi holatingdan qoniqar ekansan demoqchiman. Endi yangiliklar yana qo'shmoqchimisan, nimadirlar rejalaring bormi? Shular haqida bir o'rtoqlashib bilaylik, uni aytaver, men menga o'xshab ochiq bo'l demoqchiman-da. Kimdirlar shunaqa odamlar bo'ladi, qilib beradi. Shuni planlaringni to'g'rilashtirmoqchiman. Men Toshkentda yashaganimdan keyin baribir endi uy olishim kerak deb o'ylab yurdim. Balkim uy olishim kerak emasdir ham deb o'ylab yurdim. Ikkalasini ham o'ylayapman-da. Kvartirada ham yashayveraman demoqchisan. Kimdirlar shunaqa qiladi iloji. Anaqa-yu. Yo'q, hattoki sharoiti bo'lsa ham olmasdan shu ijarada yuradiganlar bor ekan. Qaraydi odamlar hayotga shunaqa. Men o'zim fikrimni aytadigan bo'lsam, olganing yaxshi. Обязательно mulk kerak.
hozir olgan narsang katta yoshga yetib borganingda o'shani 3-4 baravarida bo'ladi hozirgi narxdagi. Kvartiraga ham o'sha pulni to'layverasan, ipoteka qilsang, kreditiga $100 oshiqcha pul to'larsan, ko'p bo'ladi. Shunaqa. Olib qo'ygani yaxshi, maslahat просто. Ham to'g'ri. Yaqinda bitta uy ko'rib ko'rdim men. Shunaqa tayyor qilib qo'yishgan ekan modellarni. Ichkariga kirib, hamma mebellari bor. Oshxona hamma yog'i nima tayyor qilinganda xullas yashashga. Ko'rib keldim, zo'r ekan. Yoqdimi? Uyog'ing kelib ketdimi? O'shaning uchun mashina bozoriga chiqsang, mashina olging keladi. Uyog'ing keladi. Magazinga kirsang, ko'p narsa o'rasan-ku. Ya'ni kattalarga och qorin bilan magazinga kirma deydi. Shunaqa. Bunga fokusni qaratirish kerak. Noma'lum supas quruq joylardan degan chiqqanib. To'g'ri, albatta. Nima qilamiz, javob beramizmi bo'lmasam, o'zi vaqtdan o'tib qoldi. Bo'lmasam, sizlar bilan kelasi Senzora podkastning kelasi sonlarigacha xayrlashib qolamiz. Ko'rishguncha deb qolamiz. Nasib qilsa keyingi safar bizani mehmonimiz bo'ladi. Xudo xohlasa harakat qilamiz. Nom olib kelishga. Nomdor. Nomdor negasini olib kelmaymiz lekin. Somsa olib kelishimiz mumkin nomdor. Mayli, sog' salomat hammalarga. Sizlar bilan men Zafar va Javohir bo'ldi. Ko'rishguncha. Senzora podkastida ko'rishguncha.